Assalomu alaykum, Saroyis kanalining hurmatli obunachilari, chorva ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Xudo xolasa biz o'zimizning xonadonimizdagilar boqilayotgan qo'chqorlarni obzorini beramiz akalar. Qisqarog'i bir mahallik yem tayyorlash, qanday yem yeyishini qisqacha beramiz inshaalloh. Video foydali bo'lgan albatta. Maksimal darajada tarqatib akalar, like bosib videoni oxirigacha ko'ring. Inshaalloh foydali video bo'ladi akalar. Xudo xolasa bu yerda yemlarimizni ham tayyorlab qo'yganmiz. Xo'p, demak, yemimizga keladigan bo'lsak akalar, arpani maydalangani, kevak, ozgina juvari ham bor akalar. Kilogramm akalar salkam 5 kg mana. 5 kg chiqadi. Xo'p, bularda akalar birinchi yarim soat oldin akalar hashagini sog'amiz. Hashaklari ham hop, hashagi moshpoya, hop, yeringoq poya ozgina somondan aralashtirib qirqib berilgan. Endi akalar buni hop, yemlarini solamiz. Bir mahallik yem akalar, qisqacha yana. Xudo xolasa. Har kim har xil tarzda boqadi akalar. Biza afzallik boqadigan tarafimiz akalar yemini mana shu tarzda beramiz inshaalloh. Hop, xudo xolasa, endi akalar qo'ylaringizni bu ukalarimiz akalar, hop, chap tarafimdagi akalar shu ichki tashqi parazitlarga akalar, bitkanasiga, ichidagi kasalliklarga, qurtlarga davo bu. Xudo xolasa 5 grammdan hop 10 oylik, 9 oylik qo'ylarga 5 grammdan qilinadi. Bu yoqdagi akalar qo'ylaringizda shamollashlar bo'lsa, shamollashlariga bunisi dori bo'ladi akalar. Tezda tuzatadi xudo xolasa. Bu qisqacha ma'lumot akalar, bilganlarga eslatma, bilmaganlarga akalar foydali ma'lumot. Albatta buni ham veterinariya doktorlarga chaqirib qilasiz. O'zingiz qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz qiladigan bo'lsangiz akalar ozgina xavfli bo'lishi mumkin. Akalar, demak bu qo'ylarimiz o'zi hashagini yeb oladi. Demak, yemlarimizni solamiz akalar. Xo'p, akalar, endi oxirini tozalaveramiz. Yem berishdan oldin qolgan mushuklarni tozalaveramiz. Mana bu tozalik yaxshi akalar. Qo'ylaringizga yaxshilab akalar mehr berib boqsangiz, parvarishlasangiz albatta yaxshi bo'ladi. Bu faqat mushukni emas akalar, ichida ozgina aqabaka yurganda go'nglari ham tushib qolgan ichlarida. Shularni ham tozalab tashlaymiz xudo xolasa. Qani, endi yem berishga tayyor. Yemni ham ko'rsatib qo'ying. Okey. Mana akalar, xudo xolasa qo'ylarimiz yemlarni maza qilib yeyishyapti. Mana shu joyga bittadan like bosib qo'yasizlar. Endi o'tirib olib tomosha qilsangiz, mazza qilib. Mana akalar, xudo xolasa. Bugungi qisqacha videomiz shu haqida bo'ldi akalar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, birdan like bosib, kanalga mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasiz akalar. Uy sharoitida oddiy syomka bo'ldi. Video davomida xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Kanalimiz xudo xolasa yangi, o'zim ham yangiman. Albatta qo'llab-quvvatlab maksimal darajada videoni tarqatib, yaqinlarga, qo'y boqadigan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar xudo xolasa. Biz videolarimizni shu joyda yakunlaymiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.